Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganingiz Rayhongul Mijitning Qayta nikah nomli romani. Davomi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 50-bölüm. Sharipa telefonni qo'yib atgandan keyinmi ichi titildab o'ltira olmayli qoldi. Uning o'ylig'inimi to'g'ri edi. Zuhradek hem chiroyli hem oq ko'ngil bir qizning shuncha yillargacha loyiq chiqmay o'ltirib qolganligining o'zila yetib ashaddi. Ming balalıqda bir loyiq tepib edi, uning obro'yini to'kadigan o'sak so'zlar chiqqali turdi. Xudoning odilliqimi shumi? Xalqning orqasidan qasddan gap taratgan undoq o't quyruqlarning jojisini bermay bo'lmaydi. Sharipa cho'ng uyga yana telefon qilib edi, telefonni yana Asiya oldi. Asiya acha, bu ish chiqqan ekan, uni vaqtida bir taraf qilib atmasak bo'lmaydi. Maryam bilan yuzlashadigan ishni atiga so'rab yurmay, bugunla qilayli. Men taksi bilan sizni olg'ili boraman. Saqlab turing. Ajab, mush ish bilanla qoldingiz-ku Sharipa. Men sizga undaq ish yo'q, endi bo'ldi qilayli desam, endi siz qo'pib butun olamga yoymoqchimi? Xalq olamning bilib ketishidan qo'rqqan odam undaq gapni boshida demasanglar bo'ladi. Zot boramsiz, bormamsiz? Sharipa onundan qistab so'radi. Ish qilib men bormayman. Yomon bo'lsangiz Maryamni oldimga akiling. Shu chaqda yuzlashib beray. Bu ishni otingizga deb degansiz, zardi go'sh bo'lib yotdi. Nima? Otam keldimi? Uni chaqiring, deydigan gapim bor. Bo'lmaydi, u amdili uxladi. Gapingiz bo'lsa, ayt qiling. Asiya telefonni besib etdi. Vuy! Qon chiqarmay jon oladigan jodugar deb tilladi Sharipa. Asiya telefonni qo'yib etib, tamoq qilayotgan Munavvarga yordamlash uchun oshxonaga kirdi. 8:30gacha tamoqni pishdi. Boya Sharipadan telefon kelibdi-ekan, dedi Asiya dasturxonda tamoq yegash o'ltirib Sulaymonga. Selini so'ragan edi, yana heliqi gapni tilga olsa, zardillari o'rlab qolmasin deb Selini o'yg'atmagan. To'g'ri qipsan. O'zim karvatda aram elib yotganim bilan yuragim og'rib, hech bir aram bermadi. Hozir kallamga bu ish emas, Zuhraning kesili kirib oldi bilamsa. Doktorlarning ima ishorasi qaraganda Zuhraning kesili yenik emasda qiladi. Sulaymon yana maydasini tutdi. Atsi shanba bo'ldi. Sulaymon bilan Asiya ikkisi bir to'yga bordi. U ikkisi to'y bo'lib atgan restoranning bo'sug'isiga borganda Sulaymonning tonish belishlari uchrab, gaplashib shu yerda turib qoldi. Mehmon boshlaydiganlar Asiyani bir to'p tonimaydigan xotinlarning orsiga opirib o'ltirg'izib qo'ydi. Xotinlar ikki olamning gapiga tushib ketishgan edi. Xotinlardan biri tuyuqsizla eshik tövida turgan Sulaymonni ko'rsatdi. Qaranglar, Sulaymon-ku abu. Tuyuqsiz erining etini anglagan Asiya ixtiyorsiz eshik töviga qaradi. Sulaymon yana heliqi og'inlari bilan paranglashib turadi. Xotinlarning gapi mana endi Sulaymonga ko'chdi. Sulaymon 40 necha yoshlardagi bir xotinni optidek. U xotinning 2 bolasi bormish, o'zi ham semiz, ham pokinakmish. U hakimaning qo'liga suv qo'yib berolmaydigan set xotinmish. U xotin hakimaning qo'liga suv qo'yib beralamdi, beralmamdi. U o'zining ish qilib erkak deganchu odam emas nemilar. Xotini o'lib kirpigiga to'p qo'nar qo'nmayla xotindan yana birini oladi. Yangi xotinning tatliqligidan bir umr o'tida kuyib, suyida oqqan
burun xotununu unutuydu. Voy, o xotun aslida bir oshpazning xotuni ekan. Hozir eyiga oran 300 yuan pensiya maaş oladi ekan. Ha, şunlaşqa 70 yaşlı qerini indakka keltiribdi ekanda. Biyey, dünyada xotun azmı Sulaymanға? Oshpazning oshqan bir nimani elib yurmisimu? Xotinlar ağzı-ağzıga tegmay chiqib gaplarning qiziqida Asiyaning shu chaqdagi chiroyiga diqqat qilmadi. İç-içidan örtünüp ketayotgan Asiyaning u xotinlarning orasida o'tiraverishiga hech bir taqti qolmadi. U das o'rnidan turibla chiqib ketdi. Asiya uyiga kelib, karavatga o'zini etibla uy tartib yig'lab ketdi. Asiyaning o'zidan burun qaytib ketganligini sezgan Sulayman terikkanicha yenib keldi. U uyga kirganda Asiya hojatxonada yuzini yuyib. Nemishqa yolg'iz yenib kelding? Birga borgandan keyin birga yenib kelmamdiq. Moshunchalik ishni uqmamsan? Sulayman chechilib so'zlab ketdi. Asiya boshqa gap qilmadi. U yuzini lo'ngida ertib keyin hojatxonadan chiqib ketmoqchi bo'lib mangdi. Nega borasan? dedi Sulayman hojatxonaning eshigini to'sib turib. Boyqi gapga javob ber. Mijozim yo'q, chiqib birdam yetib olay. Zodi nima ish bo'ldi? Ko'zimga qarab turib javob ber. Sulayman texim chechilg'ili turdi. Asiya Sulaymanға qaradi. Asiyaning qapoqlari ishib ketgan edi. Sulayman uning qattiq yig'ilganligini bildi. Buni ko'rgan Sulayman baya Asiyaga ortiqcha chechilib qolganligiga pushaymon qoldi. U Asiyaning qo'llarini tutib, uning ko'zlariga tikildi. Yig'lab ko'zlaring ishib ketibdi. Degina, zodi nima ish bo'ldi? Sulaymanning mehribonlik nurlari to'kilib turgan ko'zlari Asiyaning o'pkisini o'rtaydi. Uning ko'z yoshlari taramlab oqatdi. U Sulaymanға bir nima demoqchi bo'lib, eg'izini o'malladi-yu, lekin gap qila olmadi. U lavlarini ching tishlaganicha Sulaymanni bir yoqqa itirib etib, chiqib hujrasiga kirib ketdi. Asiyaning bu aptini ko'rgan Sulayman uni yana Sharifa bilan qizirishib qolgan o'xshaydi deb o'yladi. U o'rnida qaqqan qo'ziqdek bir haza turib qolgandan keyin tosh esib qo'ygandek ig'ir putlarini tasti yo'tkab hujraga kirdi va karvatning lebiga kelib o'ltirib, tam tarafga qarab jimjit yotgan Asiyaga qaradi. Uyning ichi chivin ussa bilingudek darajada timtas edi. Shu orliqda Asiya tuyuqsiz o'rnidan turib o'ltirdi va Sulaymanға jiddiy tikildi. Biz ajrashib ketaylik. Asiyaning gaplari nihoyat keskin edi. Nimishqa? Bu gapni anglagan Sulaymanning yuragi qarib qilib qoldi. U Asiyaning peshonasini silib edi, Asiya uning qo'lini ittirib etdi. Kallan qizib qelyapamdi qandaq. Nima undaq yo'qolan gaplarni qilib yursan? Sening hammali yering bo'ludi, ammo ichimdikini tap daplab batnaydigan, bek jinimga tegadigan mijozing bor. Yana nima gap anglading? Zodi o'jirishib ketmasak bo'lmagidak, zodi qandaq ish u? dedi Sulayman zarda bilan. Sulaymanning ko'zlariga tikilgan Asiya bu oq ko'ngil odamni yana betoqat qilg'isi kelmadi. U to'ydagi xotinlarning orasida bo'lib atgan gaplarning hammasini Sulaymanға deb berdi. U gapini tugitib Sulaymanға suolliq tikildi. Sulayman Asiyaning bu gaplarini anglab, go'yo yelkisidagi ig'ir toshni silkib tashlab atgandek yeniklab qoldi va kulimsirab turib Asiyaning mag'zini boshqani chimdib qo'ydi.
Neme işken depti men tehi. Şumidi. Ey galban xotun, bizni körelmeydiğallacık degen gapni özün mü kıldın gu? Hemmisi şunundan çıkıvatkan gaplar. Qoy, mağa tegelmey arman yürüvatkan xotulla xele cıqcunu? Poni zey salmayla atılığı, dep küldi Asiye. Amma onun çekirdeki tebessüm yana şu haman yetti. Köңlümdeki gapni desem, sili obdan adam, dedi Asiye hasret bilen. Lekin şu... Asiye gepinin ayağını yutuverdi. Qene degine, lekin deginin nime? Lekin şu sili bilen toy qılğanlığımga puşayman qılıp qelip atdımı. Nime üçün? Asiye Süleyman'a mənilik qaradı, amma iğiz açmadı. Süleyman mı gepni koçalap sonra vermedi. Buldu qala əmdi. Nime deydiğallığını bilemen, hem anlığım mı yok? Dedi Süleyman kölüp durup. Quruq gepni qoyup, mağa birçini suyuğaş etip bergine. Toydu gıza yemedili mi? Hey! Undaq yerinin tamaqını yeyiş uyaq tutursun, onunğa qarsam mı aşqasınım etişidi. Bolacaqan qursak körkürap getdi. Asiye dikkide orundan turup, sırtqı meňvedi, Süleyman onu yana çaqırdı. Yenimge kelgine, dedi Süleyman bu suğuda diligul bolup turup qalgan Asiyege. Nimi gepti, desilçu, bulması tamaq keşke qaladı. Men sana bir hikaye etip berey, dedi Süleyman Asiyege aldırmay turup. Elmisaqdan tartıp, erlerinin xotununu talaq qılıdığallıqı, amma xotullarının erini talaq qılalmaydıqallıqının sebebini bilemsin? Yoq, biroq şu erlerinin yüzü qelin bolğaşqa ayallarının erini talaq qılıp öýden çıqırıp etälişi mümkin emas da. Hey, porvaş ekensen. Sana dep bersemçü, burun Allah egem talaq qilish huquqini ayallarga bergen ekendi. Amma uzungu barmay jahondagi erlerinin hemmisi boýtaq qapdy. Şoňa talaq qilish huquqini xotullarga bersi bolmaydyganlygyny sezgen egisi onu erlerge bergen eken. Şonundan keyin insanlarning aile turmuşy pes koyga düşüp jahan tinçigan eken. Bunun sebebini bilemsen? Çünkü sizler xotullara bäkmi aldıraqsan, kaltıpem kelisler. Terihtek iş bolup bolğuça ollu-kallı ojrışyman dep turvalıslar. Şoňa erlerinin bu muqaddas huquqini hergizmi ayallarga tatqyzyp qoýuşga bolmaydy. Bildingmi? Siliçi bolganda ojrışyman degen gepni peqat silala diýişge huquqluq men desem bolmaydy, şundaqmy? Demekçi bolgunum, başkalar köňlüňni ağırtıp koysa, nimişqa upula-topula maňa ojrışyp keteyli degen gepni qılıp yürüsen? Bu maňa qılgan adalatsizligiň emasmy? Asiye başka gep qılmay, Süleymannyň ýeniga kelip, oýlanyp olturup ketdi. Silige desem, mende xili burunla şundaq oy bolgan edi. Bayısili, xotun haq aldıraqsan kelidu, dediler. Toğra, biz xotullar piğanımız örlep qalganda işning aldı arqısını oylamayla gep qılgılı turumuz. Lekin bu öýge kirgenden keyin sile maňa aqly bilen iş qilishni öýgetdiler. Silige ýatlyk bolganlygym meniň bəxtim. Lekin turupla ikimizning nikah işi faqat ikimizni de hoş qıpdy. Amma balalarımız bunundan narazi. Ular bu narazılıqını köňlimizni ayap yoki nomus qılıp diýelmeýip atydy. Silenin
tonuş biliş, dost buraderlerim o silini, qarinas həmrahini unutup ketdi dep, ikimizдің bu işini közge sığdıra almayvatıdı. Toy degen bütün aileni xoşal qilish kerak edi. Lekin ikimizning bu nikah ishini hech kim ailening xoşallıqı deb qaramadı. Ehtimal qayta nikahliq bo'lganlarning beshini o'chaq etib etadigan tugimaz jangi jadalmi mushu sababdan chiqsa kerak. Biroq shunga xeyli burunla ajrashib ketish niyatiga kelibdikansan-da. Sulayman Asiyaning gapini bo'ldi. Qaraganda u Asiyaning bu gaplarini anglab lassada bo'lib qolgandek qiladi. Sulayman tamakidan birini elab tutashtirib, kuchab sho'rig'ida turdi. Ikkimizning nikah ishi uyimizdagilarni xush qilolmadi deb kim deydi? Balalarimizning hammasi ikkimizga baxt tilaydi. Buningga ishonchim komil. Ular ikkimizning aramxuda baxtiyor o'tishimizni, sog'-salomat yashab, uzun umr ko'rishimizni orzu qiladi. Shundaqdi? Dunyoda ota-onasining yig'lab qolganini ko'rishni xohlaydigan bola bo'lmasa kerak. Bolalarning turib-turibla turilib qoladiganligiga kelsak, meningcha bu ularning vafosizligidan emas, balki qo'rqayotganligidan. Ochiqrog'ini aytganda, ular sen bilan bo'lib ketib, o'zlarini unutib qilishimdan qo'rqyotdi. Sulayman so'zlab shu yerga kelganda, xuddi bir narsa turib qolgandek demi ichiga tushib ketdi. Uning namlashayotgan ko'zlarini Asiyaga ko'rsatgisi yo'q edi. U boshqa yoqqa qarab turib dedi: "Mang, suyqishingni aytgin. Qo'rsqonbak ichib ketdi." Sulaymanning gapining tugaganligini bilgan Asiya beshini lang'ishitib qo'yib, oshxonaga qarab mangdi. Asiya chiqib turishiga Zuhradan telefon kelib qoldi. Zuhraning deyishicha, u tarjima haqida bir parcha ilmiy maqola yozib ekan, mamlakatlik bir ilmiy muhokama yig'ini uni taklif qilibdi. U doktorlardan maslahat so'rab ekan, doktorlar uningga yig'iniga qatnashib kelgandan keyin tekshirsingizmi bo'ladi, debdi. Zuhraning salomatligidan sal ansirab qolgan Sulayman buningga dastlab qo'shilmadi. Ammo Zuhra ching turib oldi. Ham doktorxonadan chiqish rasmiyatlarini bajarib bo'lganligini aytdi. Ilojsiz qolgan Sulayman u tartib beshini chayqadi. 51-bölüm. Asiyaning suyuq ishi bakmi o'xshaganchig'i Sulayman uni ishgandan keyin nihoyatimi issiq bosdi. Sulayman duodan keyin tamakidan bir talni elib leviga qistirdi. Qachquchilarni yig'ishtirayotgan Asiya buni ko'rib, qo'lidagi cho'kini qo'ydi-da, ittik kelib Sulaymanning og'zidagi tamakini elib oldi. "Voy, nima bo'ldi?" Sulayman beshini silab turib so'radi. "O'zlari menga ajrashman degan gapni buningdan keyin tilga olma dedilar. Salomat yashay degan niyatlari bo'lsa, endi mavu narsani tashlasizlar." Sulayman dastlabda Asiya chaqchaq qilayotgan o'xshaydi deb buningga ancha eran qilmadi. Ammo Asiya tamakini elib burilib mangdi. Sulayman darhol uning qo'liga esildi. "Chaqchaq qilma, akel tamakini." Asiya gapmi qilmay tamakini mijib sundirib axlatchiligiga tashlab etdi. U sheradagi qochquchilarni olmoqchi bo'lib kelib, shunda qarsa Sulaymanning chiroyi qoradab, qapoqlari mushtumdek turilib ketgan edi. Bu uning qattiq g'azabga kelgan edi. Asiya uningga qarab kulimsirab qo'yib, sheradagi cho'qiga qo'lini uzatdi. "Kimingni ko'zga ilmaysan?" Sulayman darg'azab bo'lib varqiradi. Asiya erining bu alpasidan rostdan qo'rqib ketdi. U garchi Sulaymanning nemaga ochiqlanayotganligini bilib tursa-mu,
Qəsdən sordu. Huy, nemi boldular? Nemiga varqırayla? Nemiga varqırab atqanlığımni bilmedingmi? Boy nemi qilding? Deb baqa? Asiya qo'lidagi cho'kini shirak qo'yib qo'ydi va Sulaymonning to'sh yanchug'idagi tamakidan bir talni elib, uni Sulaymonning leviga qistirdi. Andin chaqmoqni tarsida yiqib Sulaymonga tangladi. Ammo Sulaymon og'zidagi tamakini ich-ichidan itilib chiqayotgan hasratlik bilan qo'shib puvlab chiqaribdi. Uning ochchig'i yonadigandak emas edi. Tamaklarini elib olsam xafa bo'ldilar. Ha bo'pti deb tutashtirib beray desam, tashlab etib bordilar. Nima qilganlari bu? Asiya Sulaymonning mijazining kichik balaga o'xshaydiganligini biladi. Shunga bu gaplarni o'zicha ochiqlagan bo'lib so'radi. Chekkim kelganda tortib elib, opirib tashlab etdim. Endi yana og'zimga tiqib qo'yibotsan. Bu nima qilganing amisa? Sulaymon shundaq deb g'o'dirganicha xuddi xuyi tutib qolgan boladek Asiyaga dumbisini qilib o'ltirib oldi. Asiya ichida kulganicha qachquchilarni ko'tarib oshxonaga kirib ketdi. Asiya qachilarini yuyib bo'lib chiqqanda Sulaymon sopada o'ltirib televizor ko'rib o'tirdi. Uning qo'lidagi tamaka yerimlish bo'lgan edi. Asiya Sulaymonning yeniga berib jimjit o'ltirdi va sopaning yo'lanchugida turgan tizginakni elib televizorni o'chirib etdi. Xafa bo'lmaslar, dedi Asiya qapoqlari turilgan Sulaymonga qarab. Sizlarga deydigan gapim bor. Bugun nima bo'lding? Men bilan ichishqinga kelib qopdi-ku. Ha, gaping bo'lsa demamsan, televizorni o'chirib nima qilatding? Sulaymon tezginakni olmoqchi bo'lib qo'lini uzatdi. Ammo Asiya uni nerg'aroq elib elib Sulaymonning yeniga surildi. Meningcha tamak chekmisizlar. Sog'-salomat, obdonroq yashaydingizlar, tamakini tashlasizlar. Sizlardan o'tinib qolay. Sulaymon Asiyaning qo'lidagi tamakini tortib elib elishidan qo'rqqandek uni kuchab sho'rg'ila turdi. Deydigan gaping shumidi? dedi Sulaymon duduqlab turib. Ha. Bu mumkin emas. Menga osh bermasangmi berma, lekin tamak tashla desang bu tas. Davli so'zlar desa hammani besib tushadilar. Shunga men mujiq gap qilmay. Men faqat sizlarning bir necha yil ortiqroq umr ko'rishlarini umid qilaman shu. Sulaymon qo'lidagi tamak qoldiqini kuldonga tashlab etib, Asiyaga qaradi. Sen meni qerib ketdi, tamak cheksa o'lib qoladi deb atamsan? Yo'qay, nədəki gapni qilib atadilar? Men shu bilib qo'y, men texi 70 yoshga kirmadim. Mening bir necha yildan keyin o'lib qoladiganligimni sen nədin bilasan? dedi Sulaymon ta'tirlik qilib. Bu nima deganlar endi? Men shu Asiya nima deyishini bilolmay qoldi. U ittik o'rnidan turib hujrasiga kirib ketdi. Sulaymon sopada o'ltirib mag'rurona kulimsiradi. U tamakidan yana birini elib tutashtirib qattiq bir nechini sho'rg'andan keyin bir ish yodiga yetgandek tuyuqsizla o'ylanib turib qoldi. U o'zicha beshini lang'ishdi. Andin qo'lidagi tamakini oldidagi kuldonga niqtab o'chirdi. Demisam o tamakini tashlashim kerak edi, dedi Sulaymon o'z-o'ziga pichirlab. Dal shu chaqda tuyuqsiz telefon jiringlab ketdi. Telefonni Asiya oladi deb o'ylagan Sulaymon qo'pmay o'ltirdi. Ammo telefon to'xtamay jiringlaverdi. Sulaymon erinchaklik bilan berib
telefonni elib edi, qarshi taraf Sulaymanning үнini anglapla telefonni besib etdi. Sulayman o'rniga kelib o'ltirib, televizorni amdila echib turishiga telefon yana jarangladi. Telefonni Asiya o'jirdan olgan bo'lsa kerak, 2-3 qitim jaranglab to'xtab qoldi. Birdamdan keyin Asiya o'jirdan chiqdi. U nayda g'amkin ko'rinadi. Chiroying o'msi ko'rinadi. Mijozing yo'qmi nima? Sulayman darhol so'radi. Yo'qay, hech nima bo'lmadim, dedi Asiya zo'rg'a kulimsirab turib va darhol hojatxonaga kirib ketdi. Sulayman qo'lidagi tezginakni sapaga tashlab qo'yib, Asiyaning orqasidan kirdi. Asiya yuzini yuvib Mushu jimg'orliqing bakmi jinimga tagdi jumu? Dedi Sulayman zardi bilan Asiyaga olib turib. Hey, bir uyning odamlarimi ichimdikini top deb o'tamdi. Bunda qilaversang, men rostilichi deya olmoqdakman. Hey, xotin kishi degan qo'rsqida nima bo'lsa, oshkora deyalaydigan uchiq mijoz bo'lsa yaxshi emasmi? Sulaymanning bu gapi Asiyaning yuragiga takkanda qiladi. Burunqi ayollari bilan ashundoq gap yoshirmay o'tganmidilar? deb so'radi Asiya darhol. Lekin u yig'iriga tagsa, apila-shapila sakrab ketadigan xotinlardan emas edi. Gapni paytiga, o'rniga qarab deyishni biladi. Shunga u ig'ir besiqlik bilan ko'ksini to'ldirib nafas oldi va yuzini surkash Sulaymonga qaradi. Sizlarning gapni udul qiladigan mijozi uchiq odamni yaxshi ko'radiganliklarini bilaman. Menmi bir oila kishilari o'ylarimizni bir-birimizga uchiq deb ichil inoq o'tsakkan degan umidda. Lekin sizlardan aymangashkimi ba'zi bir gaplarni aldirab eg'zimdan chiqara olmaydi ekanman. Sana har qanday gap bo'lsa udul davergin deb og'zimning bir qat terisi tushib ketay dedi. Ammo sen-chu, yanada shu miki-miki gap qilasan. Mansila, o'ltirib paranglashayli. Asiya chochlarini tuzashtirib bo'lgandan keyin Sulaymanni sapaga o'ltirg'izdi. O'zi oshxonaga kirib, bir chaynak choy damlab chiqib, uningdan 2 piyola qo'yib, sapaning oldidagi choy shirasiga qo'ydi. Sizlar nimandaq to'yg'un odam? Beshimga ig'ir kun tushganligini bir qarabla bilib apla, dedi Asiya Sulaymanning yeniga kelib o'ltirib. Nima ish bo'ldi? Osmon o'rilib tushmagandi? Boyiq telefon Laylidan kepti. U bechoralar hozirgacha xalqning uyini ijaraga elib o'ltirib Yaqinda idorasidan uy taqsimlabdi. Xeli bo'ladigan uymish. Tushundim, dedi Sulayman Asiyaning gapini uzibla. Puldan qisilib qapti, shundaqmi? Asiya Sulaymanning ko'zlariga qarab beshini langshitdi. Qanchalik kamlaydi ekan? Jami 70 ming yuan bo'pti ekan to'q, 40 ming yuan kamlab qapti. Idoradan pulni 3 kungacha topshirmasanglar, pul tanglab turganlari jiq debdi-dek. Laylaning yig'isini anglab, yuraklarim pichoq tiqqandek ichishib ketdi. Biroq men qandoqmi yordam qila olayman? Ichingga solsang dard bo'ladi, haqqa deysang gap bo'ladi degandek, sizlarga deyishga yuzim chidamadi shu. Asiyaning ko'zlaridan to'xtovsiz qo'yilayotgan yoshlar mag'zini bo'ylab tövanga sirg'aydi. U yoshlarni surtkash yerga qarab o'ltirdi. Yuzim chidamadi deganing nemisi? Sulayman sheradagi qog'oz qo'lyog'liqni elib Asiyaga sundi. Menda 40 ming yuan naqd pul bor. Shuni berib turg'in. Hozir xalqdan osonlikcha pul chiqmaydi. Ularga biz yordam qilmasak, kimga yolvuradi?
Asiya Sulaymanның bu ishqa buncha bala oson ma'quldaydiganligini xiyoliga keltirib baxmagan edi. Bu sizlarga ko'p rahmat otasi, dedi Asiya hem hayronlik hem xo'shallik bilan. Asiyaning shu tapda o'zini uning qo'yniga etib turib rahmat degisi kelib ketib atadi. Ammo o'zini besib oldi. Rahmat deb yurishingning hojati yo'q. Ammo esingda bo'lsin, bu ishni boshqalarga deb yurma, dedi Sulayman past ovozda. Asiya uningga qarab beshini langshitdi. Atsi kunki shanba edi. Asiya nashtadan keyin mahallaning yanidagi savdo sanoat bankasiga berib, heliqi 40 ming yuan pulni Laylining kartasiga yo'llab etdi. U bankadan chiqqanda go'yo dolasidagi ig'ir yukdan qutulgandek nihoyat yeniklab qolgan edi. Asiya udul savdo sarayiga kirib, birdam aylanib Sulaymonga esil ish kiyimdan bir qo'r 2 jup paypoq oldi. Xo'shliqida og'zi quloqiga yetgan Asiya uyga kirganda g'azabdan chiroylari ko'kirib ketgan Sharipa sopada uni saqlab o'ltiradi. Asiya uning tunugunki ish uchun ana bola ikkisi bilan deyishkili kelganligini bilib bo'ldi. Angacha Sulaymon hujradan chiqib keldi. Uning chiroyi o'sal edi. Buni ko'rib yuragi dupildab so'qib ketayotgan Asiya hele Sulaymonga, hele Sharipaga qaraydi. Lekin ota-bola ikkisi Asiyaga qarabmi qo'ymadi. Asiya qo'lidagi narsani tam tuviga qo'yib, oyog'ini soldi va oyoq ishkobidan qalin yung paypoqni elib kiydi. U hashpashtigacha bu ishni qandoq bir taraf qilishning amalini o'ylab bo'ldi. Tinchlikmi Sharipa? Deb ahvol so'rdi Asiya kulib turib. Chiroyingiz to'trango ko'rindi, saqsiz bo'lib qolmagansiz? Sharipa beshini ko'tarib Asiyaga qaradi. Ammo u gapmi qilmay o'ltirib televizorni ochdi. Sulaymon yana hujraga kirib ketdi. Asiya Sharipaning bu qilg'inini bek ko'ngliga ilibmi ketmadi. Asiya hujraga kirib qarsa, Sulaymon karavotda xiyol surib yotadi. Asiya karavotning levida o'ltirib so'radi. Sharipaga nima bo'pti? Ochiqlanib qolganda ko'rindi-ku. Sulaymon gap qilmadi. Asiyami ko'chilab so'ramadi. Chunki u Sulaymonning mijozini biladi. Bundaq chaqda uning ko'ziga kirishib olmay, o'z mayliga qo'yib bersa, birdamdan keyin o'zi ig'izlanadi. Asiya tushlik tamoqqa tutish qilmoqchi bo'lib, oldi bilan hojatxonaga kirib, qo'lini yuvdi. U hojatxonadan amdili chiqib turishiga Sulaymonmi hujrasidan chiqib keldi. "Mayaga kel", deb varqiradi u Asiyaga. Asiya Sulaymonning yeniga berib o'ltirdi. Lekin Sharipaning uningga qarar ko'zi yo'q edi. "Sen hozir Maryam degan heliqi do'stingga telefon qil", dedi Sulaymon tuyuqsizlab. Asiya hammani tushundi. U necha kunlardan beri kech kunduz ansirab kelayotgan ish mana endi yuz berayotgandek turadi. Sharipa hamma gapni otsig'i deb bo'lgan o'xshaydi. Endi qanday qilarman? Asiya chaqmoq tezligida bir qarorga keldi. Durust, Maryamga hozir telefon qilay. U asta telefonni elib Maryamning nomerini bosdi. Telefonmi ulandi. Asiya Sulaymondan so'radi. Telefon ulandi. Uningga deydigan nima gaplar bor edi? Sulaymon eg'iz ichib bo'lg'icha Sharipa oraga tushib varqiradi. "Otamning nima demoqchi ekanligini bilib turib, to'liq xursandlik qilma. Qani, do'stingizdan heli qishni so'rang. Bo'lmasa o'zim so'rayman." Angacha turib ketin Maryamning uni keldi. Asiya uning bilan mundaqla salomlashgandan keyin darhol so'radi. "Maryam, Minavvar yaqinda sana biror gap qilganmidi?" "Nima gapni deysan?" "Zuhra to'g'riliq ish qilib yaxshi gap emas."
Turupkeden şu haman Meryemning üni keldi. "Yey, nime deydigan sen? Oy, men Münevverni körmegele 20 yıl bolay degen tursa, o nelerde jürüp man undaq geplerini kılıdı? Degine? Kimden anladın?" Asiye başka gep kılmay, Şeripe'ge qayırılıp qaradı. Şeripe Asiye'nin köңlüdekini düşendi. O ornudan dest durup berip, telefonunu Asiye'nin koludan julup aldı. "Meryem hede, siz rast gep kılın. Zühre biri bilen orliş vetipdi degen gepni Münevver demese, başkalar nädin bilidi? Sizge çokum Münevver dep bergen gep. Andan siz onu aldı arkasını oylap olturmayla bir hizmetteşinizge dep sapsız. O hizmetteşiniz menin hoşnam." Şeripe her qancha qaynap sözlesimi, Meryem onun her bir sualıga naiti temkinlik bilen cevap beretdi. İşqilip o Münevverni körmegile uzun boldi degen gepire çıng turdi. Onun sismi Meryem varqırap gep qılıdigan bolgaşqa Sulayman telefonda bolup atgan gepning hemmisini eniq anlap turdi. Şeripe'nin oңaysızlanıp qalganligini görgen Sulayman özünü qo'yg'ala yer tapalmay qilib atatdi. O Şeripe'nin bu qiziqqanligidan yana ranjigili turdi. Açqını tasti besip olturgan Sulayman telefonni qo'yib etib, sapağı olturgan Şeripe'ge ma'nili qaradı. "Anladın mı?" dedi Sulayman pes avazda. "Münevver demigendi o desem işenmegendin. Ana, Meryemmi Münevverni körmegeli uzun boldu devatdı. Ahırkı hesapta özün usal bolup kaldın balam." "Hey, kaçan mı çoğun bolar sen ha?" Şeripe gep kılmay yerge qarap olturattı. Angaça Asiye Sulaymanның yeniği geldi. "Boldu atısı, Şeripe'ge doqılı vermişsile. Endi bu işini hiç qaysimiz tilga almaylı." Köңlü azar yegen Şeripe'nin közlerinden hasretlik yaşlar koyulgalı turdu. O Asiye'nin közlerige uzundan uzunga tikilip turup getdi. "Ameliyatda köңlüňizge hemmisi ayan. Siz qaltis usta artistkensiz. Bundaq esli hünerni ihtimal apаңızның qo'rsiqidagi vaqtingizdan boshlab da o'rgangan o'xshaysiz. Siz Sulayman oilasidagilarga mangu yetgudek dars berdingiz. Ammo biz o'rganolmadik. Yo'qol." Sulayman sheradagi kuldanni elib Şeripe'ge qartib atdi. Ammo Şeripe ilgirigidek qaşmadı. Aksicha möldirlep yosh qo'yilib atgan alamli ko'zlarini Sulaymanға tikkenicha midirlamay o'tirayverdi. Şeripe'nin qimir qilmay o'tirganligini ko'rgan Sulayman uning yana yo'qlan yerdan putaq chiqarib ishtirishdan ansirab atadi. "O'tirsang-ku, yana tuxumdan tuk undirib, meni zardugosh qilay demsan. 70 yaşqa kirib qoldim. 2 puti go'rga sangilgan odamman. Meni nemishqimi buncha bola xafa qiladigansan, jinim balam?" Lekin Şeripe gap qilmadi. Dal shu chaqda Asiye kelib Şeripe'ni mo'rsidan asta tutdi. "Atınız to'g'ri, siz berib aram eling. Bir necha kundan beri Zöhre'ge qarayman deb charchab ketdingiz." Şeripe Asiye'ge lappida qaradı. Ammo tilining uchiga kelib bo'lgan gaplarni ichiga yutdi. "Asiyacha, meni nemish qitilmaysiz?" dedi Şeripe bir haza jimib ketgandan keyin Asiye'ning ko'zlariga tikilib turib. "Atamning oldida bizga mehribon onalardek gaplarni qilasiz. Chiroyingizdan tabassum ketmaydi, ammo ichingizda-chu." Şeripe'nin yana birer iş terip qilishidan ansirgan Sulayman asta kelib uning yengidan tortdi. "Maň
Үйüңge ketkin. Piğanım örlep başlarım ağırıp ketip atıdı. Әмді sen bilen yana neri beri deyişip olturağım yok. Şeripe asta orundan turdu ve işik tövege berip paltosu bilen ayığını kiydi. Andın qayırılıp Sulayman bilen Asiyaga tikildi. Boptu. Közleriňlaga sat görünüp kalgandan keyin men ketay. Lekin bu iş bunun bilen de tügemäýdi. Men çokum işning ak-qarasyny eniqlap çykaman. Bäziler bizni maymuny oýnatgandak akmak kılaman dep ham xiyal aýlymyşsyn. Şeripe'nin bu geplerden Sulaymanyň yana zerdesi örledi. Sen? Asiye ittik berip Sulaymanyň koltuqadan yöledi. Şeripe işini jaňyda yepip edip çıkıp ketdi. 52-nji bölüm. Şeripe öýge qaytyp gelip sapada uzungaça haňgykyp olturup ketdi. Baya çoň öýde bolgan işler Şeripe'nin köz aldydan beraberlep ötmekde edi. Onunçu bolganda Sulaymanyň onunğa çeçilişidimi oýlagan ýeri bar edi. Çünki o işini çyraýlykça besip öz wagtyda tügitişini arzu kılady. Amma Asiýanyň kılıp ýürgen kılıklary Şeripe'nin jeniňe tegetdi. Erki gepleriniň Münäwwerniň agzyndan çykkanlygyga Şeripe %100 işinidi. Şundaq emasmy? O geplerini Münäwwer dep ýürmese başgalar nädin biletdi? Amma Asiya o geplerini tän almaganyny az dep ahyry Şeripe'ni atsynyň aldyda bäkmi osal kaldy. Şundaq kılıp Sulayman özüniň bu ýürek parysyny iştiniň ornada öýünden qoglap çykardy. Şeripe bununğa qandaqmy çydasyn deýsiz. O Asiya bilen diýişmekçi bolup telefony bir neçe qitim qolaga elip beqip ýana qoýup goýdy. Çünki atysynyň baýky biçara äpdi onuň köz aldyda turatdy. Sulaymanyň tentek balalardak iş kılmasaňçy balam, körüngenli işta ak-qarny aýryman dep zygyrlasaň bununğa jan toşamdy degen gepleri onuň kulak töwedin ketmeýdi. Tuýuqsuz işik qoňguraga jyraňlady. Qaramaýga top musabagysyga ketken oglany qaytyp gelgen okşaýdy dep oýlagan Şeripe ittik berip işini açdy we dank etip turupla kaldy. İşik töwede baya Şeripe'nin jeniňi tegip ony talay ýaş tökkizgen Asiya qarap turatdy. Asiya nime kılaryny bilelmey haň-taň bolup kalgan Şeripe'ge qarap kolunyň dömbesi bilen agzyny tosup durup pısıňmady köldü. Birak koluny derhal düşürdi de Şeripe'den jiddi tärizdi sordy. Öýüňizge kirsem bolamdy? Şeripe beşini lanşdy. Demisimi şu tapda Şeripe'nin şundaq kılmakdan başka amaly yok edi. Şeripe Asiýany sapaq başlap geldi ve Asiya olturup bolgandan keyin aşxanaga çay taýýarlygy kirip ketdi. Bu Asiýanyň bu öýge Sulaymanyňa ýatlyk bolup kelgendiň buyan tünji qitim ayağı besişi edi. Şeripe hemme biladigan bu aileler qorosyda olturmagan bolsa, Asiya bu öýgey kızının öýüniň zady nädiligini äberi ukmagan bolar edi. Asiya Şeripe'nin öýüge sep saldy. Polga naýdy erzan sün'i taxta ýatgyzylgan bolup, öýüniň ottursyda nusxasy bäkmi addy hem kopal toqulgan kiçikine bir parça gelem turatdy. Unda qaraganda bu gelemmi bazardyky en erzan hoten gelemlerdek kılatdy. Öýüniň taallukatları addy bolgany bilen çyraýlyk saramjallaşdyrylyp pakyz tutulgaçka qaramakka bäkmi illik da azady görnetdi. Şeripe öý tutuşga ustiken dep oýlady Asiya özüçe. Şeripe demlep açykan çaýdan bir piyala koyup Asiýanyň aldyga koydy. Özü bolsa Asiýanyň udulyga kelip gep kılmay olturdy.
U Asiyaning tuyuqsiz kirib kelganiga hayron qilib atadi. Mushu quv xotinning kasofatidan boyla otam bilan ozorlashib qoldim. Mana endi shapashlab o'zi yetib ketdi. Buning qasdi zoti nimadi? Hey, bu tulkiga quyruq tutqizib qo'ysam hargiz bo'lmaydi. Asiya çaydan o'tlamoqchi bo'lib piyolni qo'liga oldi-yu, ammo yana joyiga qo'yib qo'ydi va gap qilmay domsib o'ltirgan Sharipaga qaradi. Men siz bilan toza bir urushay deb keldim, dedi Asiya. Uning so'zmi terikib, yuragi qapsiga patmay qelayotgan Sharipa bo'lsa, Asiyaning bu gapini anglab, uningga jomdak chekchaygan ko'zlarini mixdak tikdi. Yaxshi-ku, men mu yeningizga boray deb turatdim. Angacha o'z oyog'ingiz bilan kelib qoldingiz. Qani, bir tutishib boqayli. Ammo Asiyaning turqi hech biri urushadigan odamdek qilmaydi. Aksicha nihoyat temkin va xotirjam ko'rinadi. Shunga Sharipami gapining oyog'iga qo'shib qo'ydi. Biroq gapning ochig'ini desam, siz bilan urushib yurgim yo'q. Nimishqa? deb so'radi Asiya nihoyat siliq talaffuzda. Men sizning qilingiz emas. Siz shu aqlingiz bilan mendek kallisi oddiy ahmoqlarni daryo bo'yiga opirib, sug'ormay yondirib kelasiz. Sharipa so'zlab shu yerga kelganda putqo'li bilinar-bilinmas titragandek bo'ldi. Ammo Asiya bo'lsa yana nihoyat temkin o'ltiradi. U Sharipadan terikmay, o'ngmay turib so'radi. Demak, siz kallisi oddiy ahmoqlardan ekanligingizga iqror. Shundaqmi? Sharipa Asiyaning bundoq so'rab qilishini o'ylab baxmagan edi. Men ahmoqmi, sarangmi? Bu o'zimning ishi. Sizning nima koringiz? dedi Sharipa Asiyaning boyqi gapini anglab, dilg'olliq ichida birdam turib qolgandan keyin. Sharipa qaraganda Asiyaning og'ziga gap selib berganda qiladi. Karim var. Nimishqa karim bo'lmag'idek. Chunki kallingizning ashundaq oddiyligidan uyimizda jidal qurmayotdi. Asiyaning bu gaplaridan Sharipaning quyuq chochlari tik turib ketdi. Uydagi jidal mojaroning hammasiga men sababchimi? Sizchi? Minafarchi? Ishkinglarda ozroqmi savallik yo'qmi? Siz sakramay turmamsiz. Men gapimni davolay. Siz ashundaq hamma ishni udullu o'ylaydigan kallisi oddiy mazlum bo'lg'ashqila uyingizga bemalol kirib, siz bilan zakollashib o'ltiribdiman. Yurakimdagi gapni desam, sizning bu mijozingizni yoqtiraman. Aramizdagi ziddiyat mijozimizning o'xshashmaganligidan emas, bir-birimizni degandek tushunib ketalmaganligimizdan kelib chiqyapti. Amaliyotda men siz o'ylagandek uncha vala qarniyat odam emas, aksicha nihoyat esil xotin. Sharipa Asiyaning bismillah demasdilla o'zini maqtashga tushganligidan hayron qoldi. Lekin Asiya mayli chin ko'nglidan chiqarib degan bo'lsin, yoki Sharipaning moyilligi uchun degan bo'lsin, ish qilib uning sizning mijozingizni yoqtiraman degan gapi Sharipaga xilali yoqdi. Asiyaning bu gapidan uningga bo'lgan o'shmanligi ancha-muncha pastgo'yga tushgan Sharipa uning gapini jim o'ltirib anglamoqda edi. Asiya tamdagi soatga qarab qo'ydi. Men bu yerga otingizdan o'g'irliqchi keldim. Ammo Sharipa Asiyaning bu gapiga quloq solmagandek qiladi. Asiya gapini yana davom qildi. Otingizning mijasi yo'q. Onunğa doğru içirib edim, issiq besib uxlab qoldi. Shunga g'ippida chiqdim. Sharipa oxiri eg'iz ochdi. Qaraganda aldiravatgan o'xshaysiz. Undaq bo'lsa, daydig'ingizni tezroq demamsiz. Asiya amdala eg'izini umallab turishiga Sharipa yana gapni tortib oldi. Biroq
Демекчі болғаныңыз, у гепні Минәвәр демәптікен әй, хата аңлап қапсыз әй, дегенде кеплер болса, әң яқшысы ağzınızны ұпратма. Аңлығым yok. Демекчі болғаным дәл мұшы геп, dedi Asiye иғір бесіқлік белен. Сізге көңлімдегі гепні десем, Минәвәрнің ашындақ геплерні қылғалыққа раз. Сіздің аңлығаларыңыз хата әмәс. Шәрипә bu gepni anlab, quloqlarga ishonmayli qoldi. G'azabdan og'zi gapga kelmay qolgan Şəripə camdak ko'zlarini Asiyaga tikdi. Bu nima deganingiz? dedi Şəripə bir haza doduqlab turib qolgandan keyin. Asiya aldırmay, təmtirmay turib eg'iz açdı. Өзіңізні бесіп, гепімге құлақ селің. Тақ болған Şəripə Asiyaның гепіні чөртлі бөлді. Бәк mi yaman xotun kensiz? Atamның aldığı bu geplerini көзіңіздің süydikini iqtib rəd qılıb, meni atamға yaman qıldınız. Mana әмді bu gepni qılavatısız. Siz bizni maymunu oynatmaqçı mı? Asiya Şəripəyə qardı. Onun közlərdən oңaysızlanğanlığı çıxıpla turatdı. Şəripə yenə çalvaqab sözlügili turdu. Xoş, ondaq bolsa Minəvər nimi üçün o gepni qıpdı? Eytіңə, zadı nimi üçün? Asiyanın cim olturub qalğanlığını görgən Şəripə teximi qaynıqılı turdu. Öcəb tiliniz tutulub qaldı o, gep qılmamsız. Asiya Şəripəyə lappada qarab qoyub, bugün menin o iştin tinib elişimmi dəl siz üçün, dedi bir haza oynub alğandan keyin. Bu gepni anlağan Şəripənin kallası teximi qanqarğılı turdu. O bir nima deyishga təmşilib edi, Asiya gepinin davamını qıldı. Mən atыңızның əmrəgə ötüb, uyunlarga kirgan gündən başlapla, siz meni rəhmətlik apınızның ornını igilib alğan əşəddi düşmən qatarda sanadınız. Hər qanç qılıbmı sizni eritəlmədim. Gep şu yerge kelgəndə Şəripə özünü tutub alalmay gepke arlaşdı. Aşu qarı günlər beşiğə gəlgən hər qandaq adam şundaq oylaydı. Anğıca Asiya mı onun gepini böldü. Siz qoşuq salmay turun, mən gepimni davalayım. O Şəripänin közlərə tikildi. Durus, rəhmətlik apınız qaza qılğandan keyin həmminglar qayğı həsrətki çöktünlər. Mənmi muştumdak çığımdıla apam tügəp ketken. Şuna sizlərinin köngünlərdikini naiti obdan düşünümən. Sizge şunu dep qoyay Şəripə. Atınız meni əmrge alğandan keyin rəhmətlik apınızı unutup qalğını yox. Sizlərge közünün quyruğıda qarğını yox. Oltur sıqıpsı oylaydığını sizlər. Şatlıqımı sizlər, qayğısımı sizlər. Amma siz şu, işki gepnin biri bolsala, atamga köyünümən degininiz bilen, öydeki işlarda atınızdan nəsərki elib baxdınız mı? Oylap qoydunuz mu? Bularını anlaşqa taqıt qalmağan Şəripə yenə gepnin beligi təpdi. Mən nədə otamğa köyünməpdi mən? Bütün əsyadım otamda durdu. Siz bunu nədin biləttiniz? Tozumu bir... Şəripə Asiyaga alaydı. Siz gepki qoşuq salmay turun bolamdı, dedi Asiya səvərcallıq bilin. Sizge dəvət qaldırım uzaqdan beri içimge yığılıb qalğan geplər, biləmsiz. Bunu dəvalğılı qoyun. Asiya dəb qoyub gepini davam etdi. Atamğa köyünü mən davatsız. Lekin təbbiqini, mən bilən gep taqalışıdığan işini birər qetim bolsumu atınızdan xubiyana tutup baxdınız mı? Duruz,
Mağa qıydaydıqalıqыңızды biləmən, həm bunu toğru düşünümən. Gepiniz bolsa, hər halda meni bir bununğa tartıb deməmsiz. Özünün geplərdən hayacanlanıb qalğan Asiyanın közlərdən yaş əgigili turdu. Nomusunu qayırıb qoyubla dəverəy Şəripə. Atınızğa rastilla mehrim var. O degen tepilğusiz adam. Meni ehtimal mənfəətliniş üçün atamğa təkdi dep oylaydıqansız. Durus, atınızğa yattıq bolğandan keyin könlərim burunqadan çıx yaxşı bolub ketdi. Mənfəətkimə erişdim, lekin şunu dep qoyay, tul olturğan çağlarımdımı açdan ölüp qalmadım. İki bölügemge tayinib balalarımni çoğ qıldım, oquttum. Şəripə Asiyanın gepini yana böldü. Boldu qılına, bundaq geplərinizini anlığım yox. Sizin sorab baqay, bu geplərini tərgəp nemi qılmaqçısınız? Durus, menin sizge açığım var. Bunu yoşurmayman. Lekin atamğa Asiya degen bu xotunu qoyub etkin demegəndi mən. Hanı balışkınlar, atamның öydə özünlər bəg, özünlər xan yaşavatsızlar. İşinlarını tartıb almağandı mən. Bu geplerini anlığan Asiya külümsirəb turub gepini davam qıldı. Əcəb könglimdikini tepib dedinizsa, sizning başdan ayaq mağa açığınız bolğaşqıla öyümüzdən cedel qurmay vatıdı. Siz her kelip gıj-gıjның uruqını terip qoyup ketkenden keyin xeyli günlergece atınız həsret bilen keç gündüz tartıp çıqıdı. Asiya Şəripəge qarab qapaqlarını türdi. Bugünkü işini alaylı. Siz aşı geplerini sorğan çağda navada mən atınızın aldıda başqa gep yazsımay, şundaq deple cevap bergen bolsam, siz qandaq qılattınız? Alemni malem qılıp, öyünü beşinizge kiyettiniz. Mən piçaqның besiği çıqıb bolğan bu işini besiği çürüp, həmməylənin açıqı yanğanda andın aldırmay oldurup bir tərəp qılarmız degen niyette aşındaq gep yazsıdım. Nemi üçün şundaq qıldım? Bunu nahayt obdan düşünürsüz. Atınızın taqqazalıqda muhtaç bolup atqını zadı nemi? Onunğa töttenge pul berip koysunuz, kırqetini yuyup aştamığını etip versiniz, onun usuğan yergi baramdı. Yoq, herkes barmaydı. Çünkü onun muhtaç bolup atqını aram xudalık. Bildiniz mi? Aram xudalık. Atınız 70 yaşqa yıqıllaşdı. Onun pani dünyada yaydıgan yana qançılık rizqi qaldı. Biz nemişqa bir yaqdan baş, bir yandan qol çıqırıp, aşu aq göngül bovayga tinç qulaq, aram xuda gün alıdığan imkaniyet yaratıp vermeymiz. Bu tamamen mümkün qo. Asiyanın bu gepleri Şəripəge təsir qıldı bolğay, o bir haza jimib ketdi. Undaq bolsa Minəvər zadı nemige asaslanıb aşındaq depdi? Dep sordu Şəripə. Şəripənin pəs qoyğa düşkənliki Asiyanı xeyli xoşal qıldı. Əslida o mundaq işkən, dedi Asiya Şəripənin sualığı cavabən. Bir günü aman Zührə bilən Minəvərni öyge əkilib qoyubdu. Şu çağda Minəvər onunğa rəhmət aman muallim bizni əkilib qoyumen dep bək kəş qaldınız, yengimiz xapı bolup ketmisun yana deptiken aman mıçaqçaq qılıb yaqay o silərdək çıraylı qızlarını öyge apırıb qoyğanlıqımdan xoş buludu depdi. Şonundan keyin Minəvər onu xotun balılıq adamken dep qapdı. Keyin o Zöhrənin aman bilen çıqışıp qalğanlığını anlap, Zöhrəge başqaça közlə qaraydıgan bolup qapdı. O bu gepni Məryəm ikimiz bar yerde ağızdan çıqırıp saldı. Yolda kelib atqaş, nemi qılğının bu, Məryəmnin aldıda əcəb aqılsızlıq qıldın, dep onu çıq ayıpladım. Gepni yığıb kelgende Minəvər rastılıq xata qıldı. Bunun üçün sizdən, hətta həmminlardan əpul sorayman.
Asiya o'rnidan dast turib, Sharipaning oldiga keldi va uning qo'llarini tutib, gaplarini hayajon bilan davom qildi. To'g'ri, siz menga o'ch, ammo gapning rostini desam, sizning mijozingiz menga bek yaraydi, Sharipa. Har qitim opingizni eslagan chaqda tökkan hasratlik yoshlaringizdan sizning sadoqati chin, niyati durust bola ekanligingizni bayqadim. Durust. Uqishmaslik sababidan men bilan qizirishib qilib, menga otingizga azor berdingiz. Lekin buni qasddan qilmadingiz. Sizning qasddan otasining tishiga tegib, alam tortqizadigan bolalardan emas ekanligingizni nəhayət obdan biləmən Şərifə. Şərifənin bu gəplərini köngül qoyub anlavatqanlığını görgən Asiya gepini davam qıldı. Sizning qaida yosun biladigan ədəblik bala ikənligingizni bildim. Mən baya işkingizning qo'ng'irog'ini basqan chaqda ehtimol meni ko'ribla yuzimga tükürüb etmisimi, ish qilib uyga kirgizmaydi deb o'ylagan edim. Ammo siz unda qilmadingiz. Aksicha uyingizga boshlab kirib, oldimga choy qo'ydingiz. Bunda qilish hamma odamning qo'lidan kelavermaydi. Bu sizning uyda obdan tarbiya ko'rganligingiz. Cho'nqur xiyolga patgan Sharipa mishildab eqib ketavatadi. Dal shu chaqda eshik qo'ng'irog'i jirangladi. Sharipa o'rnidan turib bo'lg'icha Asiya berib eshikni ochdi. Eshik tubida Qosim qarab turadi. U Asiyaga kulib turib boshlanishdi. Bu uning salom qilgan edi. Angacha Sharipami eshik tubiga keldi. Uni ko'rgan Qosim bir nimalarni deb ishorat qildi. Ammo Sharipa uning nima deyotganligini tushunmadi. Buni ko'rgan Qosim aloqsodalik bilan yana bir muncha ishorat qildi. Sharipa bir ishni esiga olgandek uningga qog'oz qalam akilib berdi. Qosim uningga tövandagi gaplarni alman-talman yozdi. Otang og'rib qopti ekan, doktorxonaga aketdi. Bu yerda ko'tuldab o'ltiramsan. Buni ko'rib put-qo'lida jon qolmagan Asiya bilan Sharipa kiyimlarini alman-talman kiydi-da, talog'iga qarab yugurdi. Hürmetlik anlarman qeyrindaşlar. Yuqorida Reyhangül Mecitning Qayta Nikah nomli romanidan ariya angladinglar. Davomiga diqqat bergaysizlar. Aman bo'laylik. Xayr, xush.